Assalomu alaykum aziz muxlis. Saudiya AQSh Ukraina uchrashuviga tayyorlanmoqda. Saudiya Arabistoni AQSh va Ukraina o'rtasidagi uchrashuv o'tkazish imkoniyatini olqishladi. Rasmiy Ar-Riyod Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urushni tugatish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni davom ettirish niyatida ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham 10-mart kuni Saudiya Arabistoniga borishini aytgan. Zelenskiy valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Al Saud bilan bo'lajak uchrashuv va AQSh rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazishini ma'lum qilgan. Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, AQSh Ukraina muzokaralari Qizil dengiz sohilidagi Jidda shahrida bo'lib o'tadi. Tashqi ishlar vazirligi podshohlik Ukraina inqiroziga barham berish uchun mustahkam tinchlikka erishish yo'lida harakat qilishda davom etayotganini tasdiqladi, deyiladi bayonotda. O'z navbatida AQSh prezidenti Donald Trampning maxsus vakili Stiv Ukraina bilan urushni tugatish bo'yicha ramka kelishuvi bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va kelasi hafta Saudiya Arabistonida Ukraina tomoni bilan uchrashishini aytgan.